Dubayni tarixini his qilish uchun shu joyga kelishlar shart. O'zimizda Xivani ham bag'ayrim beradi. Bularning milliy raqsi. Bu joy Tilla bozorining oldida joylashgan bo'lib, Dubay markazidan 20 minutlik uzoqlikda joylashgan. Metroda kelish uchun esa Alras bekatida tushishinglar kerak va o'sha 5 kilogrammlik Guinness rekordlariga kirgan Tilla uzuk ham shu joyda turadi. Bu 1 dirhamli qayiqqa chiqishda eng zo'r vaqt bu quyosh botishi. Shuncha quyosh botishini kutib turibmiz. Bu joyda eski Dubayning tub aholisi yashagan bo'lib, ularning asosiy tirikchiligi baliqchilik orqali bo'lgan. Bu yo'lga kemasdan ketmaylar, Dubay kelganlarda, ayniqsa faqat katta binolar emas. Ikkita chiroyli joylar ham bor. Bu yoqlarda ham brendlar bor, Starbucks ham brendi bor bu yerda. Shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.